To'g'risi, Andijonda hali bunaqa bog'cha ko'rmagandim. Tashqi ko'rinishini o'ziyoq odamni o'ziga tortadi. Hozir o'shaning uchun sizlarga ham ichkarisidan bitta ko'rsatib beraman. Ketdik. Resepsiyondan shunday ichkariga kirishimiz bilan o'ng tarafda bizni shunaqa maydon kutib oladi. Bitta bolalar bemalol maza qilib o'ynashlari mumkin. Chap tarafda ham bolalar uchun maxsus maydoncha bor. Tashqi fasadlari ham juda ham chiroyli ekan. Prokids bog'chasi 3 etajli ekan. Hozir biz 1-etajda turibmiz. Pastda podvalda sport zali va oshxonasi. Tepada bo'lsa mashg'ulotlar o'taydigan xonalar bor ekan. Hozir mana bitta xonasini, 1-etajdagi xonasini ko'ramiz. Bu yerda bolalar uchun asosan shug'ullanadigan mashg'ulot xonasi. Bu yerda ingliz tili, rus tili va mental arifmetika bilan bolalar shug'ullanishadi. Bolalar uchun juda ham erkinlik yaratilgan, bemalol o'zlarini erkin his qilishlari uchun juda ham qulay ekan bu xona ham. Bu xonaning ichkarisida bolalar uxlaydigan joy, undan keyin kichkinagina hojatxonalar bolalar uchun qulaylik yaratilgan. Hozir endi pastga tushib ko'ramiz. Hozir pastga bolalar uchun maxsus sport zaliga tushdim. Bu yerda bolalar gimnastika va taekvondo sport turi bilan shug'ullanishar ekan. Bunda ko'rinib turibdiki, bolalarning faqatgina aqliy rivojlanishiga emas, balki jismoniy taraflama rivojlanishiga ham ancha katta e'tibor berishadi. Hozir tepaga chiqdim. Bu yerda bolalarni salomatligiga e'tibor beradigan hamshira xonasi va pastda ko'rganimizdek mashg'ulotlar xonalari va yana bu yerda bitta zal bor ekan maxsus. Hozir shuni kirib ko'ramiz. Vau! Bolalar bitta bemalol o'zlarining tadbirlarini o'tkazishib, raqslarga tushib, mana bu yerda zal juda katta ekan. Ota-onalari bemalol ularni ko'rish mumkin va musiqa darslari bor. Bunda bolalar pianino chalishni o'rganishar ekan. Qisqacha bo'lsa ham bog'chaning ichki qismi bilan ozgina tanishib chiqdik. O'ylaymanki, bu yerda bolalarni bemalol rivojlanish uchun ham aqliy, ham jismoniy, ham faol bo'lish uchun hamma sharoitlar mavjud. Agar sizlar ham farzandinglarni shunaqa ishonchli muhitga bemalol topshirib ketishni xohlasanglar va sizlarga bu narsa qiziq bo'lsa, quyidagi nomerlarga bemalol murojaat qilinglar yoki direct orqali yozsanglar o'zlari aloqaga chiqishadi.